Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va yangi kirib kelgan kuzatuvchilar. Ushbu video darslik rus tilida so'z boyligini oshirish uchun tayyorlandi. Video darsimiz sizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bizning video darslar sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, kanal ravnaqi uchun like bosib va izohda o'z fikringizni qoldirishingizni so'raymiz. Bu bizga yanada qiziqarli video darslar ishlab chiqarishga ko'mak beradi. Почему, zachем so'roq olmoshlariga bir necha misollar. Почему sababni, zachем maqsadni so'rash uchun ishlatiladi. Zachем ты это сделал? Nima uchun bu ishni qilding? Почему ты опоздал? Nega kechikding? Zachем мне это нужно? Nima uchun bu menga kerak? Почему она не пришла? Nega u kelmadi? Shu savollarga javoblar. Мне было интересно. Meni qiziqtirdi. Было много пробок. Yo'lda tirbandlik bo'ldi. Это пригодится в будущем. Bu kelajakda kerak bo'ladi. Она заболела. U kasal bo'lib qoldi. Zachем maqsadni, почему sababini so'rash uchun ishlatiladi. Zachем мне это говоришь? Nima uchun menga buni aytayapsan? Почему ты так решил? Nega shunday qaror qilding? Zachем ты ушел так рано? Nima uchun barvaqt ketding? Почему ты молчишь? Nega jimsan? Quyidagi savollarga javoblar. Просто хотела, чтобы ты знал. Shunchaki sen bilishingni istadim. Сердце так подсказало. Yuragim shunday dedi. Были другие дела. Boshqa ishlarim bor edi. Думаю, что сказать. Nima deyishni o'ylayapman. Почему sababni, zachем maqsadni so'rash uchun ishlatiladi. Почему он так поступил? Nega u shunday qildi? Зачем ты мне звонил? Nima uchun sen menga qo'ng'iroq qilding? Почему ты не ответил на письмо? Nega sen xatga javob bermading? Зачем ты так переживаешь? Nima uchun sen shunchalik tashvishlanyapsan? Savollarga javoblar. Он так решил. U shunday qaror qildi. Я хотел с тобой поговорить. Men sen bilan gaplashmoqchi edim. У меня не было времени. Vaqtim yo'q edi. Это для меня важно. Bu men uchun muhim. Zachем maqsadni, почему sababini so'rash uchun ishlatiladi. Zachем ты пришел сюда? Nima uchun sen bu yerga kelding? Почему она не хочет идти с нами? Nega u biz bilan borishni xohlamaydi? Zachем тебе эта информация? Nima uchun senga bu ma'lumot kerak? Почему ты не сказал об этом раньше? Nega sen buni oldin aytmading? Quyidagi savollarga javoblar. Хотел увидеть, что здесь происходит. Bu yerda nima bo'layotganini ko'rmoqchi edim. Может, у нее другие планы? Balki uning boshqa rejalari bordir. Мне просто интересно. Menga shunchaki qiziq. Я забыл. Unutibman. Когда ты встаешь? Qachon sen turasan? Когда будет обед? Qachon tushlik bo'ladi? Когда ты вернешься? Qachon sen qaytasan? Когда откроется магазин? Qachon do'kon ochiladi?
Когда начнется урок? Qachon dars boshlanadi? Quyidagi savollarga javoblar. Я встаю в 7 утра. Men soat 7da turaman. Обед будет в 12. Tushlik 12da bo'ladi. Я вернусь завтра. Men ertaga qaytaman. Magazin откроется в 9. Do'kon 9da ochiladi. Урок начнется в 10. Dars 10da boshlanadi. Когда ты позвонишь мне? Qachon menga qo'ng'iroq qilasan? Когда закончится дождь? Qachon yomg'ir to'xtaydi? Когда мы поедем на дачу? Qachon dala hovliga boramiz? Когда у тебя день rождения? Qachon sening tug'ilgan kuning? Когда мы увидимся снова? Qachon biz yana ko'rishamiz? Quyidagi savollarga javoblar. Я позвоню вечером. Men kechqurun qo'ng'iroq qilaman. Дождь закончится через час. Yomg'ir 1 soatdan keyin to'xtaydi. Мы поедем на дачу в выходные. Biz dam olish kunlari boramiz. Мой день rождения в январе. Mening tug'ilgan kunim yanvarda. Мы увидимся завтра в школе. Ertaga maktabda ko'rishamiz.